Ayolga baxt bering, saodat bering. Yuribdi-ku demang, kulib, jilmayib. Ayol kulib turib yig'lashi mumkin. Ayol kulib turib dunyoni olishi mumkin. Ayolga baxt bering, saodat bering. 60 ga kirsa ham, 100 ga kirsa ham. Assalomu alaykum azizlar. YouTube kanalimiz bugun elimizning fayzli bir xonadoni ostonasidamiz. Buni sababchisi Darmonjon onamizni qutlug' muborak 68 yosh to'ylari ekan. Mana bugun o'sha ardoqli ayolimiz farzandlarini, yaqinlarini qurshovida ochiq dasturxon yozib, hayotidagi eng ajoyib damni ana shu yaqinlari davrasida o'tkazmoqda. Biz ham kanalimiz ijodkorlari nomidan u insonga baxt va iqbol tilar ekanmiz. Uning quvonchli damlariga sherik bo'lish uchun barchamiz ichkariga kiramiz. Biz bilan birga bo'ling. Marhamat. Davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Yomon bo'lsam kerakman kimga o'zi, kimga o'zi? Do'stlarim chekkada tursin. Menga o'tarkin qani kimning so'zi, kimning so'zi? Yorim ham indamay tursin. O'rningiz hech kim bosolmas. Sizni hech alishib bo'lmas. O'rningiz hech kim bosolmas. Sizni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Assalomu alaykum hurmatli eldoshlar. Mana bugun elimizni, mahallamizni ajoyib bir xonadonlardan birida yaxshi bir kunni guvohi bo'lib kelib turibmiz. Bugun Darmonjon opamizni muborak tug'ilgan kunlari ekan. Farzandlari nomidan Javlonbek Ishmetov YouTube kanali nomidan sizni tug'ilgan kuningiz bilan chin dildan muborakbod etamiz. Albatta bizni bu yerga kelishimizda, sizni mana shu baxtiyor damlaringizda guvoh bo'lishimizda Qozog'istonda ishlab birgan o'g'lingiz Hasanboy, mana shu Husinboy, mana shu yerda sizni xizmatingizni qilib yurgan keliningiz Maqsuda xonlarning tashrifi bilan xonadoningizga keldik.
Darmonjon opa, sizga Alloh taolodan uzoq umr tilaymiz. Baxt, saodat tilaymiz. Sog'lik, salomatlik tilaymiz. Qolgan umringizda farzandlaringizni baxtini, taxtini suyanib, rohatda, farog'atda yashashingizni Alloh taolodan tilab qolamiz. Mana bugun yaqinlaringiz bilan, farzandlaringiz bilan ochiq bir dasturxon yozib, barcha yaqinlar bilan didorlashib o'tirgan ekansiz. Ilohim hamisha atrofingizda yaxshi insonlar, farzandlaringiz, yaqinlaringiz bo'lsin. Uzoq yosh tilab qolamiz. Hayoni izidan ergashib kelgan, hayoni o'zidan hatta xayoli, har sahar oftobni uyg'otib turgan ilmning kamtarin go'zal ayoli. Aytchi, ne kaming bor jannatdan, hurdan, asli yaralgansan pokiza nurdan, faqat joning toshdan, joning temirdan, ilmning mehnatkash aziz ayoli. Shohona qasrlar etmading havas, bir quchoq bola-yu kulba bo'lsa bas. Allohga shukrdan o'zgasin bilmas, ilmning kamtarin aziz ayoli. Darmonjon opamiz ana shu so'zlarga loyiq inson. Hayotda kamtarin, kamsukun, ajoyib bir mehnatkash inson hammamiz bilamiz. Mana shuncha o'g'il qizlarni tarbiyalab, voyaga yetkazib, to'ylar qilib, mana shu elda o'zini o'rnini ega bo'lib yurgan bir hurmatga loyiq insonlardan biri. Endi yaqinlaringiz bugun atrofingizda ekan, ana shu yaqinlaringizdan yaxshi niyat tilaklarni eshitamiz albatta. Onajon, bu galgi yurak so'zimni sizga bag'ishladim. Sizga onajon, yurak so'zlarimni emas, balki o'zimni sizga bag'ishladim. Sizga onajon, sen meni yaratding. Hadya eta olding nurga, ziyoga. Oralab qolibdi sochlaringga oq, sochlarim qorasin olgin onajon. Tishlaring tushibdi, o'kinma biroq, tishlarim sarasin olgin onajon. Onajon, bu galgi yurak so'zimni senga bag'ishladim. Senga onajon. Ozodaxon qizimizdan boshlaymiz farzandlarini, tilaklarini. Mana shu meni she'rimni davomini o'zini tilaklari bilan davom ettiradi. Marhamat. Shunga gap deyverasizlar. Bugun onajonimning tavallud kuni ekan. Xudoyim umri uzoq bo'lsin. Vaqtiq cho'liqlarin to'ylarında Xudoyim hamisha sog' yurgay baxtimizni. Hammani uyinda shunday yaxshi kun bo'lsin. Apamı, ukamlarni siylab kelibsizlar Xudoyim. Hamma qarindoshlar sizlarning uylaringizda ham shunday yaxshi kunlaringizda bundan ham yaxshi kayfiyatda kutib o'tirg'aymiz, qatnashg'aymiz. Sog'lik bo'lsin. Opam sog' yurgay. Apa, sizni tabriklayman shunday quvonchli kuningiz bilan. Dunyo turguncha turg'aysiz. Sizni yaxshi ko'raman. Hamisha sog'lom yurgaysiz. Sizga sog'lik tilayman. Maydonda yurgan ukalarim ham sog'lom kelib, shurda qatnashib mindirdilar. Hammasi tabriklaymiz dedilar. Kuyingiz nomidan ham uzoq umr tilayman sizga. Anjan sizlarga rahmat. Yil xizmatidan qolmay hamisha yaxshi kunlarda, to'ylarda xizmat etib yuravergaysizlar. Menem enamni tabriklayman doğulan günü bilen. Özü istegençe yaş bersin. Barımız ham shu, yo'qimiz ham shu enam. Iloyim sog' yurgay, farzandlarimiz katta qilib to'ylar qilsak. Enam, akam, opam arkamızda tağımız bo'lib, suyanchiqimiz bo'lib yurgaylar. Qarindosh doğanlarım ham, qo'ng'ishularim ham hammasi. Oyimjon apga sizlar ham rahmat. Kellikdingiz bilan. Yil xizmatida charchamanglar. Sog' yurgaysizlar. Davom qiladi. Ana tabriklayman, baxtimizda hamisha sog' yurgaysiz. Tabriklayman ana. 100 yoshlarga kirib birgaysiz.
Menem eneme uzak ömür dilemen, atamı yaşlarından versin, baktığımıza sol salamet yürütsün. Kızlarda çıkarıp, bağlarda üylentirgenden başka şu bir geçsene. Tebrikliyim 120 yaşlara kiri bir geçsiz. Menem eneme baxt dilayman, şu 120 yaşını dilayman. Eldinizde bosh bo'lib, hamisha sog' bo'lib yurgay. Uzoq umr tilayman. Men ham shu enamga uzoq yosh tilayman. Xudoyim baxtimizga sog' yursin. Bizlar rohatimizni ko'raversin. Sog' yuring. Tabriklayman ana. Menem tebriklayman, uzak yaş, baxtımıza sağ yürgeysiz, 1000 yaşlara girib yürgeysene. Tabriklang. Tabriklang. Tebriklayman abla. Uzak yaş dilayman. Xudoyim o'ylab kelgan vaqtimizni. Sog' yurgaysiz abla. Davramizni to'rida savlat to'kib o'tirg'ayna hoji onalarimiz bor. Go'zal tilakli insonlarimiz bor. Darmonjon opamiz aytiladigan tilaklar, niyatlar davom etadi. Eshitamiz, marhamat. Rahmat söz berganiniz uchun. Aziz davradoshlar, bugun biyimizni doğulgan gün ekan, yubileyi Xudoyim 100 yaşlara chiqib o'tirg'ay. Katta davralar bundan ham ziyoda bo'lib, Xudoyim biyime uzoq umr tilayman. Bolalarning oldida bosh urib, sog' salomat bo'lib o'tirg'ay. Og'am ko'rmagan yoshlarni qo'shib bergan bo'g'ay biyime. Opam bechoralarım, ekan bechoralarım, ervoylar shod bo'lib turgan bo'g'ay. Biz ham biyimim deb net bu turganimiz uchun, tabriklab o'tirganimiz uchun Xudoyim bir sağlık salametlik dilayman. Aqtiq çoğuluk yo'qliklar ko'rib o'tirg'aysiz. Siz aytib, Allah'dan inayet, hatta inayet Allah'dan şarafet, pillerden mestanat, o'lganlarda ruhlaridan medet yetib, sağ salamet yurgaysiz. Bolalarınız ham sağ salamet ishlab kelavergaylar, sağ barib aman kelgaylar. Gelinlar ham sağ yurgay, aqtiq çoğuluk hammasi sağ salamet yurgay. Xudoyim 120 yaş dilayman size. Ha. Ayımca nega bereyim? Menajer apam. Hala. Apkesi. O birisi kaldı bu. Kamasın. Siz gepliyorsun. Ha, ketdi. Siz de aldı gepler. Güzel yok. Bana bir gün Ha, gepler. ülkem Dermancan'da doğulgan güneyken daim doğulgan günlerin mübarek olayı. Şu bağlarını, rahatını görgeysen, şularda baktına, tahtına süyeni bilmek nasip etkeyi. Xudoyim hem işe yüzünde külüp oynap, bahar güllerinde açılı bilgeysen Xudoyim. Özünü istegenince yaş bergey. Ömürlerin uzak boğay. Egen bergenini taşap ketken ömürlerine mına kuş bergey Xudoyim. Xudoyim bir yerden ötken ümidiyar bendelere, ataları, enelerin ruhları hemişe egen bergenini kollap kotla birgey. Xudoyim hemişe senin kuvançına şerik bolup kemek bizlere nasip etgey. Rahmet söz növbət bergenlerinize. Assalamu aleykum hürmetli devre katnaşçıları. Mene bugün Dermancan beyimi təvəllüd günü eken, şükürana günü eken, hemme karındaş uruqlar, yığılışıp oturupmuş, fırsattan faydalanıp beyime uzak yaş dilayman, çınardik bakı ömür versin Xudoyim. Ballarını baktığına sağ salamet oynap güleyip şuna rahatını görüp oturuşluk nasip etsin. Aqtiq çoğuluk yoğulukların köplerini görgeyle Xudoyim. Hemişe kanadanlarında toy yaxşı günler bolaversin. Allah berekesini versin. Seferdeyi bağlaram sağ salamet oynap gülüp şu beyim barına dolup taşıyıp gelevergeyle. Rahmat, yaxshi tilaklaringiz, yaxshi niyatlaringiz o'zlaringizni hayotingizda da yo'ldosh bo'lsin.
Dermancan apam həmişə bir tamanınızda şu yaxşı, yaman günlərinizdə birgəlikdə yaşab, birgəlikdə oturuş, mənə şunday dəvrələrdə oturuş həmişə nəsib qıla versin deyimiz. Mənə dasturxanda tortlar turibdi. Keyin şuna. Hüseyinbay yaxşımısan balam, çaqqanmısan? Aleyküm harmanlar. Sen gepirəverin, yazıb alamız, tiləklərinizi gepirəverinlər. İstəyəncə yaş versən. Şəhəs Baromi qaldıq meydandamız. Azərbaycan təbrikliyimə 100 mərtə təbrikləsəyəm varsıydı. Daim vaxtımıza soğuyuyor. Hüseyinbay rəhmət balam. İlahim inşa apanızı başınızda kötərib şunday qılıb ürüpsülər, halal mehnətləriniz bilən. İlahim şu yaxşılıqlarınız, şu hürmət etibarlarınız fərzəndlərinizdən qaçsın özlərinizə. Ata-anəni uluqlab yaşaş, ata-anəni başqa kötərib yaşaş fərzəndinin vazifası. Baxtlı, saadətli olunlar, gəlin bilən qoşa qarınlar. Rəhmət balam, sənin də bağlardı safə köpəyə versin. Rəhmət. Bulmaz, yine tort kes jarayanını başlayatırmız. Küzetemen desen yine. Dermancan apakanı merhamet. Davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bo'lar. Mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bo'lar. Mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha.
sen verdur şemalarım. İki yüzüm kızarken güzel yeniden yüreğine zaferden. Min buyda 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 meyseler kaçırdım ani buyda çiçerse oynatmazsa beni buyda gözlerim çekmeydi kadar buyda. Demimizi rahatsız edeceksin sen. Yaxşı. Yine bugün Dermancan'ı toğulgan günü eken. Buna uzak yaş, keng devletli ben, baxtlı olsun. Şu ailesine sağ salamet yürüsün. Egen vergen dostumuz edi. Şu birinci sınıftan birge okup, şu tap soğungu nelerneçe birge şu yerde yaşadık. Lekin nasıl yok iken alamdan ötüp gitti. Mine bağlarını eldinde baş olup Dermancan. Yine bağlarını üylentirdik, yerlentirdik, şu ayağa gitti. Hemmesi üylü, caylı. Hemen her yeterli bağlardan kuda kalırsa hiç kanday ne yok. Dermancan'a uzak yaş, keng devletini ben yine bir merte ana şu
aktıklarını, çoğuluklarını, toğulgan günlerini körüp yürüş nasip kılsın. Yine 100 yaşlar yaşap, hani şurada elde, yurtta bir atlı, abraylı insan bulup yürüyüşünü tilep kalaman. Sağlık, salametlik dilemen. Bu işlerin teşkilatçısı Hüseyin Bay, yine ailesi Maksuda, neçe günden beri hareket etedi. Enemi gününü, doğulgan gününü bir acayip etip nişanlalı. Bir ne kılık dep. Kengeşedi, baradı. Bizim hocalık bir. Turusu tab bir ailedi. Bir de Rozi Kennedy'nin enesi var idi. Bunlar da enesi. Kaynesi. Şu insan bilen bende de 8 bala. Bunlarda da bala köp. Şu İki hocalıkta, bizi hocalıkta bağlarım, şuradaki kempirde enemiz mekende yaşaganlar. Şu bir okat var mı, yep birge şunda deb yaşagan. Şunun için bundan keyin ham oilamiz shunday o'zi birchilikda, shunday bir yaxshi kunlarda xizmat etib, birga yurish nasib qilsin. Sana shu ishlarni qilib yuribsan, sana katta rahmat. Günahda bir okul aldırıp aldık, başka kıldık, harıydı, yuguradi, yeledi. Lekin şu aile için kıladı. Şunun için sana da rahmet, sağ salamet yor. Sen bunlara şu narsalarni qilyapsan, Xudoyim bundan ziyodasini şu bolalarından, aktıklarından, çoluklarından görgeysen. Sağ salamet ol. Aytadi o'n gaplar ko'pdan sal heyecanlandım mı yaddan çıktı. Doktor, yine. Rahmat, shu jigar yaxshi gapirtdingiz. Rahmat, gaplarga qo'shilsamiz ham. Endi men shunday deb o'tirmay olib ayta qo'y. Rahmat. Ajoyib bo'ldi. Ota-ona gaplar uchun rahmat, ava. Sog' bo'ling. Qo'shilamiz, tabriklaymiz. Shu narsani davom etamiz. Yaxshi, bugun Darmanjayan opamizni tug'ilgan kuni ekan. Shunga uzoq umr, keng davlat tilayman. 100 yaşlarga kirgandam shunday aytib o'tirmoq nasib etsin. Yine Jabbar ham ko'p yaxshi gaplarni aytdi, men ham qo'shilaman. Avvalambor Jamba atami, Rozkenami, pochchamiz, egamdoyimizni yatqinlari, joylari jannatda bo'lsin. Xudoyim qolganlara uzoq umr, keng davlat bersin. Yine az Hüseyin boy bilan Maqsuda gelinimiz hareket etip shunchani o'rtaga getiribdi. Ulara ming rahmat. Xudoyim meni eldinde qizlari bor, o'g'li bor, kelin olsin, qiz chiqarsin. Ulardan ham siz aytgandek shunday xizmatlar ko'rish ularga nasib etsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Avvalam Darmon opamni tabriklayman. Tani joni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Shu o'tirgan hammamizni shu yoshlarga kelish nasib etsin. Xudoyim to'ydan boshimiz chiqmay, yosh kundan boshimiz chiqmay, Xudoyim yemen deganga beraverga sog'lik omonlik bo'lsin. Shu maydondagi ukalarimiz sog' salomat kelsinlar. Sog'lik bo'lsin, omonlik bo'lsin. Yana bir bor tabriklayman. Yaxshi, rahmat, yana so'z beribsizlar. Shu Darmanjon beyime uzoq umr, sihat, salomat bo'lsin. Ilohim shu 100 yoshlarga kirganda ham shu hamisha yaxshi kunlarida shunday aytib kelib o'tirish nasib etsin. Shunday aytib tashkillashtirib o'tirgan Hüseyin boya, Maqsuda, ular ham katta rahmat. Bir esdalik bo'lib qoladi, hali bir ahdiqlarni, to'ylaridan, nelaridan shunday yaxshi kunlarida kelib o'tirish nasib etsin. Uzoq umr tilaymiz. Assalomu alaykum. Jalolbek Eshmetov kanalining obunachilari. Shu Darmanamizga uzoq umr tilaymiz. Bizlara bosh bo'lsin, oilamizga, sulolamizga, butun hammamizga kerakli bo'lib, bosh bo'lib yursin. Hammangizga katta rahmat. Men ham shu yaxshi gaplarga qo'shilaman. Shu Darmanjon beyman uzoq yosh. Neki Xudo taolo shu bergan yoshda yashag'ay. Qolaversan shu Hüseyin boy ukamiz ham neki orzu umidlar bo'lsa erishgay. Şu bolalarni uylantirgay, qizlarni chiqargay. Shuni to'ylarida bize jamoa jam bo'lib, vaqlama, shag'lama etib o'tiraverik birgalikda. Hammaning yaxshi kun to'y olsin. Darmanjon opa, yana bir bor tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Ilohim yuzlarga kirgan yoshingizda ham yaxshi kunlaringizda hamisha do'st diyarlaringiz, yaqinlaringiz, farzandlaringiz mana shu kungidek bir jam bo'lib
sizi bir yaxshi kuningizda tashrif buyurib go'zal tilaklar aytib yurmak nasib etsin. Hayotning har qanday shartiga ko'nding. Ayt qachon ko'ksingga tegibdi shamol. Bola chaqam deding, ro'zg'or, ish deding. Bir kun o'zing uchun yashagil ayol. Darmonjon opa, bundan keyin bir kun emas, har kun o'zingiz uchun yashang. Bolalarni yana uylantirib bo'ldingiz, qizlarni uyli joyli qildingiz, o'zingizni davringiz keldi endi. Ilohim shu sog'likda, salomatlikda farzandlaringizni kamolini ko'rib yashash, uzoq yillar yashash sizga nasib etsin. Yana bir bor qutlug' bo'lsin. Biz hamisha sizlarning xizmatingizdamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hamisha yaxshi kunlarga kelali. Omon bo'linglar. Endi bir lezgidan qo'yib Oyun tadı bu ezgi, yavragim işte aşkım.